Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, bizni kuzatuvchilar, hurmatli qo'y va undaqa chorva ishqibozlar. Obunachilar, bugungi videoni boshlayaptik. Yaxshi bo'g'oz qo'ylarimiz kelgan. Videoni boshidan like bosib qo'yavering. Xudo xolosa, ozgina ketgan vaqtingizga achinmaysiz. Chiroyli qo'ylar qolasizlar akalar. Yaqin bo'g'oz qo'ylarimiz kelgan, oldi tug'ishni boshlagan akalar. Bu qo'chqorni zo'rlardan tug'ib beradi, xudo xolosa akalar. Soni 21 dona akalar bu yerda. Ikkita ona bolasi bor, 19 ta bo'g'oz bor akalar. Hammasi bir joyda yurgan qo'ylar. Toza nasldor, hisori, chiroyli, yirik qo'ylar akalar. Hammasi yosh. Xudo xolosa puliga arzuradigan, bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 80-85 atrofida. Hammasidan bor akalar. Mana bu qo'ylar. Ikki tishmash qo'yimiz akalar. Toza hisor, nasldor qo'y. Mana ona bola akalar, bolasi qo'chqor, mana bolasi. Ikkita ona bolasi bor akalar ichida. Mana akalar bu qo'rinni qaranglar. Tug'oy deb turibdi jonivorlar. Akalar hammasi bitta cho'ponniki bir joyda yurgan akalar. Bir maketdan sekin ochirtimdan tug'oradi akalar. Xudo xolsa bir kun ikki kun farqi bilan hammasi yangilikcha tug'ib bo'ladi obunachilar. Mana sariq qo'ylarimiz 4 tishdan akalar. Bitta tuqqan qo'y, ikkinchi qoringa bo'g'oz. O, narigi sarig'imiz ham shunaqa. Pashta akalar hammasi sekin bir maketdan tug'oradi. Hammasini yeb ichishi, sog'liklari joyida. Bu qo'ylarimiz akalar manzilda aytyapman. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi akalar. Bu mana qaranglar. Yirik-yirigidan so'ragan akalarimizga. Oling mana boqing akalar, turgan puldan foyda yo'q. Shuni olib qo'yavering akalar. Dollar tashab qo'yib ko'tarilsa sotsam foyda qiladi demasin akalar. Mana uni boqib soting. Narman daromad hisob bo'ladigan narsalar. Jonivorlarni qaranglar. Hammasi nasldor. Mana bir qari jundi ichida emas akalar, hammasi ko'zga ko'rinib turgan narsalar. Ozozdan juni bor akalar, so'qotmasligi uchun o'zi chiroyli qilib qo'yilgan. Xudo xolsa pulingizga arzir. Jonivorni qaranglar. Mana qorinni qaranglar akalar. Hammasi yaqinda yotibdi jonivorlar. Inshaalloh yangilikcha akalar, bittasi ham qolmaydi, hammasi tug'ib bo'ladi. Mana shu sariq qo'yimiz ikki tish akalar, birinchi qoringa bo'g'oz. O'zi yillar ko'rinib yotibdi jonivorni. İnşallah olasiz, buni xudo xolsa rahmatni aytasiz. Mana bitta o'tkazib ko'rsatamiz qo'ylar. Jonivorlar. Xudo xolsa hammasi toza nasldor qo'ylar akalar. Suyagida yirik-yirigidan so'ragan akalarimizga shunday podlista qilib jo'natib qo'yaverasiz akalar. Like-da tirs bosib qo'ying, bo'ldi, gap yo'q akalar. Xudo xolsa qo'yni olmasangiz ham like-ni bosib qo'ying akalar. Bitta oluvchi odam shunaqa qo'ylar qilib yurgan bo'lsa, video keng tarqalishga yordam bergan bo'ladi. Shu videoni ko'rsa akalar, shunaqa yaxshi qo'ylar yo'q bo'ladi u odam ham. Bitta savobga yo'q bo'lasizlar. Mana qo'yimiz ham o'ta yaqinda yotib, qorinda qarang, ikkizachi qo'ydi qoniga o'xshaydi. Jonivor. Xo'p, akalar, hamma ma'lumotni berdik deb o'ylayman. Buni asosan Optimga akalar narxini ham aytib o'taman. Akalar, ikkita ona bolasi bor. Bittasiniki qo'chqor, bittasiniki sovliq. Mana bittasi mana ona bola akalar, mana yonida yuribdi bolasi. Urg'och bu, kattarog'i. Uni narigi kichkina qo'chqorcha. 5-6 kunlik bo'ldi qo'chqorcha. Narigisi bir 20 kun, 1 oylik bor. Xo'p, obunachilar buni narxini aytadigan bo'lsak, xo'p, Optimga olsangiz bo'ladigan narxi akalar 5.800.000 so'mdan qilib beramiz. Optimga 20 bittasini jo'natib desangiz, vodiy bo'ylab Toshkentgacha chiqarib beraman. 5.800.000 so'mdan akalar 6 million, 6,5 million qo'yilyapti kamida. Ona bolasi akalar 7,5 narx qo'yilyapti. Mana ona bola ham ketaveradi ichida bonus akalar. 5.800.000 so'mdan 20 bittasiga pul sanayman jo'natib degan akalarimiz bo'lsa, shuni telefon aloqaga chiqishaveradi. Xo'p, donaga olaman 5 ta, 6 ta, 10 tagacha tanlab olsangiz akalar, ichida 10 taga tanlaverasiz. 6 millionni beraveraman 10 tasini. Optimga olsangiz xudo xolsa yutasiz. Qo'ylarni hammasini o'zi razmeri bir xil akalar. Bitta cho'pon o'zi terib, yig'ib boqqan qo'y ekan obunachilar. Jonivorlarni qaranglar. Inshaalloh olasiz, chiroyli baraka topasiz akalar. Keyingi yiliga shunaqa paytam, keyingi yil emas akalar. Har oyiga telefon qiladigan bo'lib qolasiz. Uka, menga shunaqa arzon chiroyli pul yengil qo'ylarni jo'natib bor. Daromad yaxshi bo'ldi. Biz ham daromad qilaylik degan akalarimizga oling, mana daromad chiroyli qiling akalar. Duo qilib boqib yurasiz xudo xolsa. Mana shu qo'ylar akalar ekishdan endi 4 ta o'tyapti. Ya'ni o'sadi xudo xolsa. Qo'ydi qarang, sifatda. Mana sherigi.
Xudo xohlasa olasiz, chiroyli rahmatni aytasiz akalar. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Like-ni bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz akalar, shu pastda obuna yo podpiska tugmachasi bo'ladi akalar. O'shani shunday bosib qo'ying bo'ldi. Xudo xohlasa shunaqa qo'yiladi qo'yib tursak, bir SMS tarzida bo'lib turadi. Obunani bosgandan keyin tagida qo'ng'iroq tugmachasi ham bor. Uni ham bosib qo'ying akalar, shunda SMS tarzida boraveradi. Mana qaranglar, ikiz ehtimollar ham bor ekan jonivorlarda. Videoda qanaqa ko'rindi bilmadim, lekin qo'ylab puliga arziydi. Kelib ko'raman desangiz, lakasida narsalar tashlab berilaveradi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 24 soat aloqadamiz. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.